Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mendan razdelniy kvartira so'ragan obunachilarimiz uchun Chilonzor 10-kvartal Media Parki shunday yoni 2 metroni o'rtasidan sizga chotki bitta variantimiz tayyor bo'ldi, xudo xohlasa. Kvartiramiz Mirzo-Ulug'bek metro hamda Chilonzor metroni shunday o'rtasida joylashgan. Ikkala metroga ham peshkom 12-13 minutlik masofa. Media Parki yoni katta yo'lga yaqin razdelniy 48 metr kvadratlik kvartiramiz remont tayyor bo'ldi. Men sizga kvartirani bitta xonalarni ko'rsatib o'taman. Bu yog'imizda kirish eshigimizda razdelniy sanuzelimiz joylashgan. Kvartiramiz polniy aboydan remontdan chiqqan mebel texnika qilingan. Yevro montajlargacha qilib qo'yilgan hurmatli obunachilarimiz. Xo'p, kiraverishimizda chap qo'limizda mehmon xonamizda joylashgan. Mehmon xonamizni ko'rinishi sizlarga yoqayotgan bo'lsa, layklarni bosib qo'yasiz degan umiddaman. Bu yog'imizda TV zonamizda joylashgan. Bu yoqda esa yumshoq zona. Yumshoq zonani spalniy o'rinda ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. O'zini konditsionerlar bilan birgalikda yaxtay qilib kvartiramizni sovutib turibdi. Xo'p, patologlariga ham bitta ahamiyat berib o'tasizlar. Juda ham chinam auraga ega bo'lgan xonadon. Xo'p, zalimizda oshxona o'z o'rnida qolgan. Bu yoqda kuxniy mebellarimiz, gaz plita, vitishkasi, akvariumlar va jalyuzilar qilib qo'yilgan. Yangi Premierdan xolodilniklar ham qo'yib qo'yilgan hurmatli obunachilar. 1,5 ga 3 balkon o'z joyida qolgan. Bu yoqdan ham bemalol ovqatlanish uchun yoki mazza qilib mana bunga ochib olib salqinda shu yerda yotsanglar bo'ladi, shunaqa nimada foydalansanglar bo'ladi. Balkon o'z joyida qolgan. Xo'p. Razdelka kvartira 4 etajkani 2-etaji, tartsovka emas. Juda ham yaxshi xonadon. Xo'p, bu yog'imizda spalnida ham hamma sharoitlar bor. Bu yoqda dug' spalniy o'zini pardalari bilan birgalikda akvariumlar va bu yoqda o'zini stroyniy shkoflari bilan birgalikda hurmatli obunachilar. Spalniy qismimizda ham hamma sharoitlari bor. Bemalol xarid qilib olasizlar va shunda yashab ketsanglar bo'ladi. O'zi Chilonzorda razdelka kvartira topish juda ham qiyin. Kamdan kam uchraydi. Razdelka kvartirada yashayman deganlar uchun juda ham zo'r variant. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Bu yog'imizda hojatxona. Xo'p, bu yoqda esa yuvinish xonamizda hurmatli obunachilar. Bu yerda ham hamma sharoitlar bor. O'zini kir yuvish mashinasi ham bor. Shundan xarid qilib olib, to'g'ridan-to'g'ri yashab ketsanglar bo'ladi yoki ijaraga berib qo'ysanglar ham juda ham zo'r variant. 2 xona razdelniy 48 metr kvadrat remonti tugadi. Bemalol savdolashib xarid qilib olsanglar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ushbu 2 xonali 2-etajdagi razdelka kvartiramizga $68,000 narx so'ravamiz. Albatta kelishib beradigan joyimiz bo'ladi. Savdosini qilamiz, olaman degan odam bilan yaxshi narxda qilib beramiz. Ozgina yetmay turgan summalar bo'lsa, ipoteka kreditga ham hal qilib beramiz. Kreditga ham bemalol chiqadi. Oldi sotish shartnomasida katta summa ko'rsatilgan. Bemalol aloqaga chiqib savdolashib olsanglar bo'ladi. Uy o'zimizning nomimizda chiroyli narxda qilib beramiz. Agarda kvartira sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Shunaqa kvartira qidirib yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, shunday videoni tashlab qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar. Slow Shop kanalidan aslo uzoqlashmanglar.